Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Bosxo'ja Grand Farum korxonasi asoschisiman. 25 yil burun farum sohasida hayot boshqacharoq edi. Har bir oyda bir marta proverka bo'lmasa hisob emas. Agar 2-3 marta bo'lmasa, ko'chada yurishimizda sal nimaroq temir darvoza bo'lardi. Darvozadan qo'rqib turardi, kimdir taqillatsa deb. Ishlashdan qo'rqib ishlaydi. An bemalol gapira olmasdi. Keyingisi hamma molni ham olib kelardi, rastamoshka ham qilardi. Orqasidan tamojni kelib, KTS qo'yardi, boshqa narsa qo'yardi. Naloglarimiz 50% dan baland edi. Endi yangi O'zbekistonni yengilliklarini bir oz aytmoqchiman. Hammani tadbirkorlar yonimizda o'tiribdi, ularni sal tushunsin bu hayot nima bo'layotganini. 10 yil ichida naloglarimiz 2 barobarga tushib ketdi. Bemalol ochuv ko'rsatyapmiz. Hamma narsamizdan, oborotimizdan mazza qilib ishlayapmiz. Oldingi ishxonamizda kichkinagina joyda o'tirardi. Chet elliklar kelsa bizga mol berishga qo'rqardi, mahsulot berishga qo'rqardi. Konvertatsiyani oldin oylab, yillab o'tirardi. Oxiri chet ellik bizdan ishonmas, senga bermayman boshqa mol derdi. Keyin oxiri majbur bo'lardi, birjaga borardi, sxemalar qilardi, bir amallab to'lab berardi chet elga. Hozir kunda qarang, shotimizda turgan pulni 1 soatda 1 kunda chiqib ketadi. Hech qanaqa problema yo'q. Hammamiz mazza qilib yurimiz. Hamma tadbirkor mashhur o'tirgan zavodlarning aksionerlari o'tiribdi. Hammasini oboroti milliard hammani ofitsialni millioner qilib qo'ydingiz. O'shaning uchun bu juda ham kattakon rahmat sizga hammani nimasidan. Juda ham rahmat kattakon, sog' bo'ling. Shu производствоdan ishlashga ikkita masala bor edi, shunda yordam bera oling. Marhamat. Bizda shu zavodimizdan ishlash uchun yo'l yo'q. İkincisi svet. Ikkovini ham protokolga yozinglar, infrastruktura bo'lmasa bo'lmaydi bu ishlar. Umuman aziz, mana ko'rding qanday jo'shqinlik bilan gaplashyapsan. Ishonch paydo bo'ldi senda, g'urur paydo bo'ldi. Hamkorlar ishonyapti. Yangi O'zbekiston shabodasi kirgani rost bo'lsin iloyim. Tadbirkor ikkita bolani ish bilan ta'minlaganda yelkamda ko'taraman deb va'da berganman. Albatta hamma tadbirkorlarni qo'llayman, lekin Farum Prom bo'yicha tadbirkorlarni alohida qo'llab-quvvatlashga yana bir marta men sizlarning oldlaringda buni aytmoqchimanki, butun komandam bilan faqat prezident emas, hamma sizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ishlaringizga muvaffaqiyat.